Qanaqa erkak kishi hech qachon boy bo'la olmaydi? Agar erkak kishini ayoli hamisha stressda bo'lsa, u hech qachon boy bo'la olmaydi. Sababi erkak kishiga ayoli energiya beradi va holati bilan bo'lishadi. Agar ayol kishini o'zida energiyasi bo'lmasa, eriga nima beradi? Hech nima bermaydi. Ayol kishi energiyani qayerdan oladi? Ayol kishi sovg'alardan, e'tibordan, turmush o'rtog'idan, albatta pulidan ham. Shuning uchun ham erkaklarga maslahatim, agar boy bo'lishni xohlasanglar, ayolingizga ko'proq investitsiya qilinglar. Bu dunyoda birodar mukammal xotin yo'q. Doim xotinning bitta sifati senga yoqmay turadi. Mo'min kishi o'zining mo'mina ayoliga g'azab qilmasin. Agar uning bir xulqini yomon ko'rsa, boshqasidan rozi bo'lar. Ha, ovqat shirin qilmaydi, lekin tili jag'i yo'q. O'shanisidan xursand bo'lib ketavering. Yoki tili jag'i zahar, ammo choq. Qanaqa erkak kishi hech qachon boy bo'la olmaydi? Agar erkak kishini ayoli hamisha stress